Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Biz o'sha Oltiariq tumani Eskarab qishlog'ida bir Ro'zvat akamizga Effect F1 navli urug'ini bergan edik. Va u akamiz bizdan ko'p yildan beri biz bilan hamkorlik qilib bizdan urug' olishib ekishadi va bir o'zlari chaqirishib qoldi. Keyin endi bu hosillarga kirib uzyapmiz, bir video qilib ketaylik deb aytishdi va bugun keldik. Ro'zvat akamda shu o'zidan shu Effect F1 navli urug'imizni ma'lumotlarni bilib olamiz. Assalomu alaykum Ro'zvat aka. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Tuzimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Dehqonchilarga Alloh barakasini bersin. Mana zo'r o'tdi, Xudo xolasa. Endi biz dehqonlarimizga bir nima deysiz shu urug'larimiz haqida? Endi Xudo xolasa bir ma'lumot bersangiz. Shu endi mana sizdan oldik urug'ni, Xudoga shukr. Avvalo Alloh rizqimizni beryapti, Xudo xolasa mana uzyapmiz. Effect F1 navli urug'imiz. Ha, albatta. Qoniqarli, yaxshi, mevalari yaxshi. Qishi, qing'iri, tumalari yo'q, maydasi yo'q, mana chiroyli, xaridor gir. Olib chiqyapmiz, Xudo xolasa. Klient qilib oldik, klientlar ham o'zidan olib ketyapti, o'zimizdan olib. Bodrini o'sha kaltaroq bo'ladi, juda o'ta qattiq, o'sha bandli bo'ladi. Ha, albatta mana. Operator nimalarini ham bir ko'rsating. Mana shu da bodinlarimiz. Ko'pchilik kommentariyamizda aytishyapti, yozishyapti, shu hosillarni o'zi bir dehqon o'zi ko'rsatsa-yu deyishyapti-da. Shuning uchun ya Xudoga shukr mana chiroyli bodinlar mana. Yaxshi. Baraka topyapmiz. Necha yildan beri ekasiz mana shu Effect F1 buni? 5 yil bo'lib qoldi. 5 yildan beri faqat shuni ekasiz. Boshqa urug' tavsiya qilib deysiz. Sizni oldingizga boraman. Mana shu urug'ni bering deysiz, mana shu urug'ni ekasiz. Ha, shu. Endi xursandmisiz mana shu bergan urug'larimizdan? Yaxshiman. Hosildorliklari bilan xursandman. Yaxshi, baraka topyapman, Xudo xolasa. Hali haqiqatda hurmatli dehqonlar, o'ta hali kasallikka chidamli, hosildorligi bilan o'sha kasallikka chidamligidan ajralib turuvchi Effect F1 navli urug'larimizda. Ha, Ro'zmat aka, Xudo xolasa endi bil kuzga ham nima ekasiz? Xudo xolasa sizlar tavsiya qilganlaringiz ekanman. Mana sizlardan baraka topyapman, Xudoga shukr. Yaxshi, mana o'zlaring kelib agrotexnikasini aytyapsizlar, sepyapman dorilarni. Yaxshi mana shu. Xudo xolasa Ro'zmat aka, mana kuzgi nimasiga ham o'zimizdan Xudo xolasa tavsiya qilamiz. O'zimda uyimda o'sha 14 xil urug'ni ekkanman, o'sha sinovga ekkanman. Xudo xolasa men ham uzyapman hozir. O'shanchidan kuzgi navini sizga to'p beraman, Xudo xolasa beraman. Yaxshi dehqonchilik qilasiz. Xudo xolasa inshaalloh. Hurmatli dehqonlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Mana o'sha Oltiariq tumani Eskarab qishlog'iga Ro'zvat akamga Effect F1 navli urug'imizni berganmiz va video qilib mana keldik. Dehqonimiz o'zi yaxshi xursand, bunday urug'larimizni o'sha o'zlari aytganlaridek 4-5 yildan beri faqat shu Effect F1 navini ekishadi, baraka topishadi. Endi dehqonlarimizga nima deysiz, Ro'zmat aka? Tavsiya qilaman, shundan ekishsin. Ha, ekish bo'lsa shundan tavsiya qilaman. Yaxshi, mana chidamlik. Bu navimizni o'sha Buxoro tumani Romiton qishlog'iga ham berganman-da, berdim, jo'natib yubordim. Ular ham xursand, endi Xudo xolasa endi ular ochiq maydonga ekishadi. Sizda bu Effect F1 navimizni ochiq maydonda ham ekkansiz. Ochiq ekdim mana, ochiq ekdim, ko'ringlar. Bundan ortgan urug'ni ko'chatini ekkansiz. Yaxshi, u ham hosildorligini beryapti, uzyapmiz mana. Uzyapman. Bo'ldi. Hurmatli dehqonlar, Xudo xolasa o'sha ochiqlikni ham hozir bir ko'rsatib o'taman. Mana shu videoga joylayman, bemalol ko'rib, o'zlaring baho berib, Xudo xolasa sizlarga yoqsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranlarimizga telefon raqamimni qo'yib qo'yaman va to'liq ma'lumotini yana o'zim bir qator aytib o'taman. Bu hudud tanlamas, iqlim tanlamas, sharoitlarga mos tushuncha Effect F1 navlarimizdan biri edi. Hurmatli dehqonlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr. Alhamdulillah, Xudoga shukr. To'g'risi olib chaqirib. Kecha uzyapmizda, bu ham yaxshi edi. Mevasi yaxshi edi buni ham. Kecha uzyapmiz. Ochiq dalaga ekilgan Effect navimiz. Mana uni kecha ochiq dalada ham bo'laveradi. Qaraka mana. Bizning urug'larimiz hudud tanlamas, yer tanlamas mana navlarimizdan. Mana bir qator, mana shu bir qator bo'ladi mana. Aka, parajinadigan ular. Bo'laveradi bizni urug'larimiz mana shu ochiq dalada ham hosilini ko'rsataveradi. O'ta kasallikka chidamli. Yildan keyin Effect F1 navli urug'larimizdan avatar bo'lib qoladi. Mana baklarda hali bironta bir kasallik bir qistamlab ketdi. alomatlari sezilgan yo'q hozircha. Ha, kartoshka palak. Mashet eko, polya, Hurmatli dehqonlar, e'tiborlaringiz uchun